Men Qirg'izistonga kelin bo'lib kelganimga 8 yil bo'ldi. Men 8 yildan ichida 8 ta bola tug'ganga yetishdim. Men sizlarga sevgilim bilan qanaqa qilib tanishib qolganim to'g'risida aytib beraman. Menga obuna bo'lib, like, kommentariy yoza ketinglar. Bu paytda men juda yosh qiz edim. Umuman mening xayolimga kelmas edi shu Qirg'izistonga kelin bo'lib qolaman deb o'ylamas edim. Men hozir Qirg'izistondan Osh degan shaharga kelin bo'lganman. Biz tomonda kelinlar saharda soat 4 da turib eshikka suv sepib shopiradi. Lekin Osh shahrida unaqa emas ekan. Kelinlar xohlagan paytigacha 10 gacha, 12 gacha uxlashar ekan. Voy to'pa qildim, agar biz tomonda shunaqa qilib kelinlar uxlasa, ko'tiga bir tepib ko'chaga chiqarib qo'yadi. Katta xolangina borib uxla. Xohlasang katta ko'cha deb. Shunaqa opajonlar biz tomonda kelinni umuman odam o'rniga ko'rmaydi. Qo'lday ko'rib qonini ichishadi. Mana shunga Qirg'izistonga kelin bo'lganimga juda xursandman. Menga dugonalarim hammasi havas qiladi. Hattoki dugonajonlarim bo'ydoq ayashlaringning nomerini bilmaysanmi deshadi.